Ko'pchilik shu kreatinni faqat kachoklar uchun deb o'ylaydi. Lekin men mana shu kreatinni kampirlarga yozaman. Ha, xuddi shu kreatin. Bunga ilmiy sabab bor. Ko'pchilik kreatinni faqat mushaklarni chiqarish uchun deb o'ylaydi. Lekin 60 yoshdan keyin organizmda kreatin zaxirasi kamayib ketadi va natijada odam tez charchaydi. Mushaklar kuchi kamayib ketadi. Yiqilib biron joyni sindirib olish xavfi oshib ketadi. Shuning uchun bugungi ko'plab tadqiqotlarda kreatinni keksalarda ishlatish o'rganilmoqda va ularning natijasiga ko'ra kreatin jismoniy mashqlar bilan birga ishlatilganda organizmda mushaklarning kuchi ko'payib, jismoniy faollik yaxshilanishi aniqlangan. Ko'pchilik kardiologlar yurak kasallariga Neaton dorisini yozib berishadi. Uning tarkibida fosfokreatin bor. Men esa kreatin yozib beraman. Ularni organizmda qiladigan ishlari deyarli bir xil. Lekin kreatin hamma uchun universal davo emas. Agarda buyrak kasalliklari bo'lsa yoki boshqa jiddiy kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashib, keyin olish kerak. Shunga o'xshash qiziqarli, foydali, hech kimdan ko'chirilmagan va eng asosiysi dalillarga asoslangan ma'lumotlarni bilish uchun obuna bo'lishni unutmang.